Assalomu alaykum o'rtoqlar, xudo xohlasa sovg'alarimizni Nigor opamga olib keldik. O'quvchilarga nogironligi bor bolalarda mutlaq bepulga o'qitib bog'cha beti Nigor opa. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan sog'lig'ida nuqsoni bor bolajonlarimiz uchun, imkoniyati cheklangan bolajonlarimiz uchun reabilitatsiya markazi ochilgan bu yerda. Bu yerda to'garaklar, o'qishlar, massaj, logoped, defektolog xizmatlarimiz mavjud. Bemalol mana shunaqa imkoniyati cheklangan bolajonlarimiz bo'lsa, bizga beringlar, ertalab uyingizdan olib kelib, olib borib qo'yish, barchasi bizda bepul. Mana shunday logoped, defektolog, massaj, kompyuter to'garagi, darslar, o'quv darslarimiz hammasi bepul. Prezidentimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanib, o'qituvchilarga oylik, ularga oziq-ovqat barchasi prezidentimiz tomonidan tashkillangan. Prezidentimizga rahmat. O'rtoqlar, mana sovg'alarimizni topshirdik. Nigor opamiz qabul qilib oldi. Ertaga xudo xohlasa bolajonlarga tarqatib beradi. Nigor opa, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat sizlarga ham qilgan ihsonlaringni Alloh dargohida qabul qilsin, o'rnini ming barobar qilib to'ldirib qo'ysin. Alloh rozi bo'lsin. Nogironligi bor bolalarni mutlaq bepulga o'qitishib bog'cha singari qaramog'iga olishib, keyin ertalab nechidan nechagacha? Ertalab 8 dan, obeddan keyingi 5-6 gacha. Sog' bo'ling, Nigor opa. Rahmat, sog' O'ziga murojaat qilishadi, bolalari bo'lsa. Bemalol murojaat qilaveringlar, xizmatdamiz.